Garip Sayat filmide Arlanşan zadı qanchalik yaman. Sunukun el qarish o'risi malman qilgan vaqtda avvallik suvara busat vakili Yurun Sultanға Pekir öldürüp bir kişini tavsiye qilay deydi. Bu maymunga meningcha Guanjang eğizdeki Chen Danish evliya Arlanşandan tenkil alışı mümkün deb Arlanşanni tavsiye qildi. Arlanşan degan eliqi meğer bital ko'zi va uch ko'zlik anankin arlıqdılık bir işti çıkıp şavten çöğen Sunukun qoğlab ketadigan eliqi evliya şu. Demek Sunukun Erish ordusunu malman qilib Erishdeki evliya enbiyalar serkerdilin bunun tenkilanmayıvatkan şu vaqtning özüde avallık suvara kilip bununla Arlanşanni tavsiye qilgandilar. Bu Arlanşanning qanchalik kamalab ketgan, qanchalik yomon odam ekanligini bilib oldi. Bundaqda Arlanşan kim u? Onun zati qanchalik martaba, onun aqib görünüşü qandaq? Bu to'g'risida paranglashib boqaylik. Bir xo'sh xabar bor deymish, asl eng oxirida deydigan, faqat chidimdim hozir Davatay. İşte yaxshi gap bo'lsa odamning tili usib. Mana shu necha kunni yoqqi hamma do'stlar so'rayotgan mana shu Garip Sayat asrining Uyg'urcha nashridagi 4 qismlik Yuanban romanini tepib hozir seyir qaruv esib qo'ydim. Asli shu romanni bunu yaman test topdim bilsizlar, şu bunun saniye cheklik qanchatal qilib qoldi, qachon tugab ketdi buni men bilmayman. Shunga shu so'rgan, yoqtirgan do'stlar tizdan seyir qaruvdan setib olinglar. Rahmat. Endi gipimizga qaytib kelsak, Guan Yunchang bu atqi minib shunda voy azdumanglar Guan Yunchang Arlanşan. Arlanşan kim u desak, Garip Sayat'ın ait olayda Jang Mart'ın ait kamalat ketgan. Onun sırtıq görünüşüm alayda aşınlar 3 tal yüzü var o. Bu şundaq bir kişi. Nimish avvallik sonra bunu tavsiye qildi deganda Arlanşan 700 yıl ilgari Erish ordusini malman qilgan. To'g'ri? Sunukun 500 yıl burun Erish ordusini malman qilgan deydi-ku. Arlanşan 700 yıl burun Sunukundan mu burun Erish ordusini malman qilgan. Buni karamati shundaq bo'lg'achqa, shunga avvallik sonra bunu tavsiye qildi. Endi Yurun Sultan bilan bu ikkisining o'rtasida bir açıq azarlıq bo'lg'achqa, shunga bumu Yurun Sultanning qishida Erish ordusi turmaydi. Yurun Sultanning damallığı isi kelmaydi. Başında bir gap bor. Shunga buning Martining şu Sunukundan qolmaydiganligi shu yerda. Onun için bu Arlanşanmi 72 xil o'zgarish Martini biladi. Buning nasabiga qarasak, Yurun Sultan bu Arlanşanning tog'isi bo'ldi. Bu şu Hakan nasabidan. Yani bu Arlanşanning boshqa 6 birodari va bularning hammasi shu Erish ordusida bilmi Kojang, bilmi Evliya degandek o'qitadilar. Lekin bu ish qasini yaratmaydi-ku, bu ish qasini ko'zga ilmaydi. Arlanşanning opsi Yuji Yurun Sultanning o'z singlisi. Lekin bu Yuji ilohiy nizomga xiloflik qilib, puhrag'in odatdagi bir odam bilan muhabbatlashib to'y qilib qo'yganligi uchun, balli bo'lib qolganligi uchun ilohiy nizomga xiloflik qildi deb Yurun Sultan buni jazolab Şaptul tig'inin ostiga band qilib qo'ydi bunimi. Sunukuni band qilgandek bu ayolni shundoq bostirib qo'ydi. Shuning bilan keyin bu Arlanşan buni berib opsini qutqizdi bu yerda. Opsini qutqizib chiqqandan keyin qarshi opsining chochlari oqirib ketgan, yuz ko'zlari tatirib ketgan, ostida turaverib. Shuning bilan bu opam quyosh nurida mundaq kunga obdab qaqlab nim qilaylik deb bir tog'ning cho'qqisini chiqib yani yatkızıp koymaydı maylab, putuq kaptan buğuzlab qan qilib issiqda qo'ydi. Qisa bu apsi endi bu yerda usab ketdi. Balam usab ketdim deganki to'xta men sana bir muzdek suvda suymu ya bir etken chaymu bir neychadim bilan chiqib turay deb do'konga ketsa, naq bu yerda buni Yurun Sultan bilib qilib o'zining 10 quyosh o'g'li va shu o'g'illarini avatidi. Bu oni bu Disat Arlanşanning navraklari bo'ldi. Arlanş bu evet deyip Arlanşan'ın apsini öldürüp köydürüp öldürüp bu yerda. Arlanşan bunu görüp can açıp vurup dese 9'unu öldürüp bu 10 tal quyoshning. Oxirgi birisini aş bir melikininki bir ütünüşü bilan shunga Arlanşan sen iyirib qilib bo'pti deb o'ltamaydi. Shu Arlanşan bilan Yuxandadininki o'ttursida mushundaq bir ziddiyat ochiq aslimlar bor. Şunun Yurun Sultan açık bo'lg'achqa bu Erish ordusidan ishlamaydi-ku, bu yerda xizmat qilmaydi, o'z oldiga bu cho'ngga yiqilman-ku men. San qarimsanmi, temir tabaqqa erishimsanmi deb. Shunga buni avvallik suvara bu yerda chaqirdi.
Şununla bu Hua Goşen'e verip çimen takta Sunukung'la 300 mertem elişip yeniş ayrılmaydı. Yeniş ayrılmagan keyin bu yerde Tayshanlovjun Avliya Peshvasi yüzünün sihirlik almas bilezgini birle etip Sunukung'un beşiği tekkizip bu yerde şunu bilen tutub aldı bunu. Aşkisi bir uruşbatqa vaqtda. Demek bu jang martı jihatini petqa vaqtda Arlangshan'ın Sunukung'dan qattiq kam emas. İkinciden Arlangshan'ın 72 xil özgürüş martı var. Bu özgürüş martını şu Arlangshan Sunukung Newmovan 3 kişilen bildi. Anın keyniden bu Sunukung'un keyin Hoyan yudin ot jadu göz bir martı koşuldu. Hem Arlangshan'ın ma otur 3. küzünün şundaq bir xisletler var. Mandaq gap. Ondaqda onun ustazı kim? Bunun ustazı 12 pir ustazının biri bolgan Yudi General. Bu Putin'in şagirdi. Ondaqda bu Putin'in şagirdi turup bir bu ustaz yüzüdün mü kamalat ketken şundaq yaman bir adamni Arlangshan terbiye yallaptı degende bütünlay yüzünü küçemez. Yani Arlangshan'ın apsi tutulup keçtin burun bu Arlangshan'ın öz balasını pek yaxşı görgeçke bununla yüzünün ilahi küçünü ötünüp durdu. Yüzünden anıqı əvət vatıdı. Onundan burun bu Arlangshan'ın 3. güzüm yoxdu. Şununla bir 3. güz payda olub qaldı. Yüzünü sel kinçi g'alati his qildi. Lekin bu küzünün açanmaydı bu. Öz maharetlerini bilmeydi. Yeni qo'lida iPad, Pro Max'lar var. Lekin maxfiyni uqmaydi, echib ishiltanmaydi degandek. Şunun bilan bu Yudi General ustozning qichiq bağgandan keyin shunda o'ltirib bunun vujudidagi bir Allah ilahi kuchni his qildi-da bu. Bilib bo'lgan ki to'xtamashning yordam qilsam bo'ldi deb. Bu shu o'zida bor ilahiy kuchni o'ziga tunutdi, his qildi. Ma 3. yüzünü echpadi, hisobda maxfiy numarni yishpadi butun maharatlarini. Anonkin o'zida bor maharatlarini aymay o'rgatib qo'ydi. Shuning bilan bu Arlangshan shundaq bir yomon odam bo'lib ketdi degan gap. Biz ko'rgan G'arib Saroy televiziya teatrida bu Arlangshanning mazmuni Night kishidan chiqdi. Endi keyin ishlangan Bauliandan Nilüfer Chirg'i degan yana bir televiziya teatrida Arlangshan bilan Sunukung urushlari ko'p bu ikkisining keyingi hikoyalari hali tafsili so'zildi. Ko'rdik deganlar shuni izlab ko'rib baqsanglar bo'ladi. Rahmat. Do'stlar, qo'linglarni aymay, yaxsiz yurak, 3-6 telefon nishonlarni qilib qo'ysanglar. Rahmat.